urib olib qo'yishgan. Короче, nimaga choching uzun, baribir professor bo'lmaysan. Chunki bosim o'sha kelishdan boshlab kelardi. Ana bola meni urdi demasdi, chunki bu uyat edi. Pul talab qilib, gop-stop qilib, bir baloli bo'lib, nima bo'pti? Zokirov bo'lsak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni kuzatuvchilarimiz aynan shu joyga o'sha birinchi gorbalnitsadan hovlimiz buzilgandan keyin biz shu yerga ko'chib kelganmiz. Sassiq hovuz C26. O'sha mostni bu tarafi C26, bu tarafi C27. O'sha uylarni ham ko'ryapsiz, bog'cha tomondagi uylar va aynan o'sha yerda birinchi gorbalnitsadan shu yerga ko'chib kelganmiz. Bu joyi nomi oldin Sassiq hovuz deb atalardi. Mana shu yerda biz yashaganmiz. Yo'q, bu Versalda emas. Aynan shu Versallar oldida 8-domda 4-etajda istiqomat qilganmiz oilamiz bilan. Bu o'sha C26 ni tashqi tomoni. Mana shu ko'chalarda biz o'ynab, kulib, valsaplarda yurardik. Har xil o'yinlar o'ynardik. Endi hamma tarafida ham o'ynardik. Endi bu yoqqa chiqmaylar, mashina yo'liga chiqmaylar, mashina yo'lida haydamagan valsap deganlar, keyin bir marta ushab olib yomon qilganlar adam. Hech qanaqa pitak bo'lmagan, albatta hozir mana misli ko'rinmagan mashinalarni shu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana hamma yoq o'zgarib ketgan. Bu yerda o'sha ko'chalarda. Mana shu o'lni haydashni yaxshi ko'rardim. To'g'ri ko'cha edi. U ko'chani oxirigacha valsapda yurilardi. 8-dom bo'lsa, bu 6-domda yashaganlar. Sariq dom hozirlar ko'rsatamiz. Farruh Hamakim 4-domda. Mana shu ko'chadan boshlab maktabga yo'l bo'lardi. Shu yerdan chiqilardi. Domni bu tarafidan yo bu tarafidan yurilardi va to'g'ri o'sha 46-maktabga piyoda yo'l olinardi. Hech qanaqa mana ko'ryapsizlar, mashinalar hamma yoq. Lekin u paytda boshqa anaqa variant yo'q. Faqat piyoda uzoq vaqt kerak emas edi. Buning uchun mana bu 6-dom. O'sha buvim yashagan dom. 6-dommi ichkari tarafi. Mana bu pod'ezd. Qarang, mana bu mozaikalar o'zgarmagan. O'sha 4-etajda buvim yashaganlar. Mana masjidda polniy tusovkalar bo'lardi. Bu taraf 41-maktab. Endi ko'p vaqt juda ham buvimnikida o'tkazganman, chunki oyim bilan adam har doim gastrollarda band bo'lishardi. Men buvimnikida qolardim. Bu yog'i Farruh Hamakimni 4-domi. Mana 8-dommi ichkari tarafi. Bu bizani joyimiz. Tavba qildim, astag'firulloh. Bilasizlarmi? Ana muchchalarni tutardi, bir balo qilib, ana qovurib yerdimi. Langal o'ynardi, endi bu hamma langa o'ynagan. Mana hamma o'rtoqlarimiz bilan masjidda yurib, mana bu yerda kinoteatr bo'lardi, Kosmos, past tomonda. Bizda hammamiz chiqib olardik-da. Garajlar bo'lardi. Mana shu pastda garaj bo'lardi bu yoq. Garajning ustiga chiqib Mesti zakon, 200 nakon degan kinolarni o'sha yerda ko'rganmiz. Mana bu taraf hozir ko'rinmaydi. Mana buni pastida Kosmos kinoteatri bo'lardi. Indiyskiy kinolar ko'rsatardi. Biz kichkina bolamizda chiqib olamiz. Mana shu yerda tagida garaj. Keyin yana bitta narsa bo'lgan. Farruh Hamakim menga где-то bir 8-9 yoshligimdami, yo'q, 8 yoshligimda где-то pistolet olib berganlar. Mana men o'g'limnikini olib oldim. Hamma pistolet. Uyda
oyim bilan adam aytishgan. Olib chiqmagin ko'chaga bu pistoletni, bolam. Bolalar olib qo'yishi mumkin desa, olib qo'ymaydi mana kim olib qo'yadi deb. Mana shunaqa stальной faqat rangi boshqacha edi. Revolver. Urib olib qo'yishgan. Sas hovuz oldida shunday bolalar tutib olib, qani bitta ko'ray deganda, yo bermayman desam, ollaring pistoletni. Bitta qo'yib, qoshlaring desam, ollaring. 3-4 bola shunday olib qochib ketishgan. Bu 41-maktabga orqa kirishi, shu yerdan maktabga kirardim. Bu yerda endi bolalar hamma yoq gavjum, har doim o'tdan kelish mumkin emas, chunki o'tda slishkim ko'p odam. Bu yerdan mana shunday kirardim. Bitta yomon voqeani aytib beraman. Astag'firulloh, shunaqa narsalar bo'lganda lekin meni ko'zimning oldida shu narsalarni qilganmizda, iloyim bizani yoshlarimiz qilmasin bunaqa. Endi men urmaganman-u, Mamitda Mardikor bozordan mardikorlarni chaqirib kelardi-da, biz emas, boshqalar chaqirardi. Boshqalar bekinib turardi, bir 20 ta 30 ta odam bekinib turardi. Mardikorlar kelardi, masjidga olib kirib, rassa do'pposlardi. Men endi bu narsalar qo'shilmasdim. Endi u yaqinlashib bo'lmasdi, urib ularni mana masjidda yomon bo'lardi. Bu ham bir qanaqadir bularni adrenalin keltirarmi, tavba qildim, bilmayman nimaga shunaqa narsalar qilishardi. Shunaqa vahshiy o'yinlar, mana vahshiy o'yinlar. Bu o'sha o'yinlarning ichida edi. Shuning uchun har doim ichkarida hamisha Mamitdan 38 dan bolalar kelardi, mana masjidda meni razbor bo'lib, men bilan короче nimaga choching uzun, nimaga короче tuflini paypos kiyib olgansan degan gaplar bilan meni boshimni qotirishardi. Hamma razbor shu yerda bo'lardi. Mana bu 41-maktab orqa ko'rinishi. Hozir men ketayotgan yo'l bu mana masjiddan, mana shu 8-domdan pastga mashinada tushib kelib, shunda maktabgacha kirib ketardim. Futbol o'ynagan joyimizni ko'rsataman. Futbol o'ynardi, yaxshi ko'rardi futbol o'ynashni. O'tda ham mana hozirgacha, mana buni qara. Futbol o'ynardi desa, bundoq kelyapti. Ko'ryapsizlarmi, xuddi kinoga o'xshaydi. O'zidan o'zi mana paydo bo'ldi bu. Aytmoqchi edimki, bunaqa ko'ptovlar mana bu endi zo'r hozir holatda-da, bizaniki ozgina chirraganroq bo'lardi bunga qaraganda. Shunaqa ko'ptov bilan o'ynardi. Mana shu polada. Pola mana o'ng qo'limizda. Shunda pastdan domdan tushardim. Kattalar bilan, kichkinalar bilan o'ynamasdim. Faqat o'zimdan kattaroq yosh bolalar bilan o'ynardim. Mana pola. Mana shotut. Mana bismillah, men qidirib o'tdim buni, shotut. Chiqibdi-da o'zani. Shotut. Ana ko'proq yesanglar, ana ko'rdinglarmi, bu ana foydali bo'lsin deyman-da. Shotutni yegan odam tomog'i kasal bo'lmaydi. Keyin ana nafs ko'rdinglarmi? Yana yegisga uradi odam. Voy. Mayli. Bunun to'g'risida bitta zo'r hikoya aytib bermoqchiman. Mana shu ko'chadan sekin kelardim. Maktabni kiradigan joyi u tarafdan edi. U orqa taraf. Shuning uchun mana bundoq men даже qarasalar ham, yo'q, mana maktabga ketyapman deb aldab. Juda ko'p aldardi u. Oyimiz bilan adamizni. Voy. Afsuslanaman lekin. Mana buvimni uyiga kelardim. Buvim keyin aytardilar. Bolam, keldingmi? Sen. Yot, bor yot. Baribir professor bo'lmaysan. Aktyor bo'lasan, artist bo'lasan, o'shaning uchun o'qishing foydasi yo'q deb. Shunda muzdekkan xonalariga olib kirardilar.
mana shu hech kim seni tegmaydi, men aytmayman oying bilan adangga menikidaligingni. O't obedgacha maza qilib uxla. Mana shu ko'chaning nomi Ozod ko'cha deb nomlanadi. Masjiddan o'sha 46-maktab 4-dom shunday ro'parasida yo'l bo'lardi. Mana yo'l ham hozir ham bor. Shu yerdan shunday o'tdi, sekin mana shu ko'cha bo'ylab 1-sinfga 46-maktab K.E. imeni Varashilova shu maktabga yo'l olardi. Har bir o'sha joyda odam bolalarmi, bir qanaqadir voqealarmi, bu tarafida bo'lmasa, bu tarafida shu yo'l ham juda ham xavfsiz yo'l edi. Xavfsiz edi, chunki bir xil paytda endi albatta ertalab voqlik bunaqa bo'lmaydi. Lekin maktab boshlangandan keyin aynan shu ko'chalardan o'tib bo'lmasdi. Yuraklar po'killab turardi. Buni to'g'risini aytsak bo'ladi. Mana bu ko'chamiz keldi. Maktabimiz mana shu ko'chada edi. Biz maktabning ichiga kirib o'tirmaymiz, chunki u yerda juda katta o'zgarishlar bo'lib ketgan. Biz maktabni 46-maktabni orqa tarafidan sizlarga obzor ko'rsatamiz va hamma qiziq narsalar albatta orqa tarafda bo'lardi. Ketdi oyoqqa chiqamizmi dedi. Kimdir razbor bo'ladimi yoki nima bo'ladimi? Ketdi dedi. O'ngga chiqamiz, chunki o'zbek sinflari ham bo'lardi, rus sinflari ham bo'lardi. Men rus sinfida o'qirdim 9 yil. Keyin mana bu fasad, orqa fasadi o'sha zamonniki qolgan. 46-maktabni orqa ko'chasi. Mana hamma dvijuha shu yerda bo'lardi, ko'rasizlarmi? Bu arxitektura hammasi o'sha paytlarning arxitektura. Albatta sigaret ham hamma chakardi, bu yerda chiqib, qilib, bekin olib va o'sha razbor ham hammasi shu yerda bo'lardi. Mana bu yerda shunday skvoznoy ko'cha pastga shaharga, shunday bozorga shunday chiqsa bo'ladi. Bundoq endi o'tlardan yurmaymiz. Biz aynan nimaga maktab ko'rsatyapmizki, chunki bosim o'sha kelishdan boshlab kelardi va keyin maktabga kirganda boshlanardi. Hali bularni hammasini batafsil men sizlarga aytib beraman. Bu qanaqa qilib o'sha militsiyaga tushib qolganim ham bejiz emasdi. O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi hech narsa. Mana shu ko'cha va shu 46-maktabni orqa ko'chasi qolgan. Men juda ham xursandman. Buni boshqa ko'rsatuvda ham ko'rsatganman, lekin o'zimni mana o'sha hikoyalarimga keyin mana shu 46-maktab ko'chgan. Pajarkaga ko'chganmiz. Ko'rsataman. U yoqqa boramiz. Keyin bu yergacha bu yerda bir 5-6-sinfgacha bo'lgan o'qish. 46-maktabga mana shunaqa skvoznoy ko'cha bor. Shundoq to'rtdan kiradi. Mana shu joyida eng glavniy urushlar shu yerda bo'lardi. Birga bir chiqardi. Mana shu joyda. Yaxshilab birga bir chiqilardi, urushilardi, qon bo'lardi yoki bir joy yirtilardi. Keyin bitta narsa, biz hech qachon oyimiz bilan adamimizga men urushdim, ana bola meni urdi demasdi, chunki bu uyat edi. Uyat edi, mumkin emas edi. O'g'il bola umuman gapirish kerak emas. Nima bo'ldi degan savolga, nimaga bunaqa bo'ldi desa, futbol o'ynadim, futbolda yiqilib tushdim, yirtilib ketdi. Nimaga futbolni anaqa formada o'ynading? Endi mana shunaqa bo'lib qoldi deb yana aldab kirardi. Bu maktab 46-maktab mana shu joyda joylashgan va u hozir hech qanaqa oldin mana qaranglar. K.E. Varashilova K.E. bo'lardi. Eslaykansiz maktabingizni. Maktab rahbari direktor. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tashqi ko'rinishiga ahamiyat bermaysizlar. Bu mana aynan bu yil remont bo'lar ekan, botlar yanada chiroyli va yanada
zo'r bo'lib ketadi. 100 yil bo'ldi maktabimiz ochilganiga. Ana 100 yil bo'ldi, ko'rdingizmi? Mana qarang, 46-maktab oldin Kvarashilova KE bo'lgan birinchi, keyin mani bu maktabdan haydashgan. Nega? Qarangki, hayot taqozosi bilan shunaqa narsa bo'lgan. Mana shu pole bo'lardi, bu yerda MVP bo'lardi. Mana shu yerda bitta bolaga endi har doim bosimda yashardi. Ko'chalarda bosim bo'lardi, bu yerda bosim bo'lardi, o'qituvchilar tarafdan ham bosim bo'lardi. Buni etmasa bo'lmaydi. Nima deb anaqa qilishardi. Keyin bizga ham bu narsa o'tib, biz ham boshqalarga bosim qilardi. Bosim qilganmanda pul talab qilib, go'p-stop qilib, bir balolar bo'lib. Lekin bu yildan ancha tartib ushladik. 130 ta bolani biz ham haydadik majbur. Ana Ancha yaxshi bo'lib qolgan. haydash kerak ekanda, o'sha agar haydalmaganimda u bolalar bo'lmasdi. Chunki 41-maktabga o'tganman-da. Bular keyin men ketganimdan keyin bu maktab bir necha yillar Botir Zokirov nomini Botir Zokirov nomida bo'lgan. Keyin mana hozir уже nomi yo'q ekan bunaqa. Hozir hamma maktabdan tashashdi nomlarni. Ha, sahna bu tarafda bo'lardi. Mana shu yerda bir qanaqadir tadbirlar o'tardi, qo'shiqlar aytardi. Sahna bu tarafda edi. Qo'shiqlar aytardi. Mana bu ham bir eslaydigan. Svetlana Turabovna degan o'qituvchim bo'lardi meni. Muzika o'qituvchisi. Juda ko'p menga yaxshiliklar qilganlar, baraka topsinlar Svetlana Turabovna. Chunki boshqa fanlardan men oqsoqlanardim-da, matematikalarni ekzaminda so'rardim, Svetlana opa, meni chaqiring, xuddi bitta tadbirga bo'lyapti deb chaqiring, deb olib chiqib keting deb so'rardim-da. Mana shunaqa olib chiqib ketardilar. Mana shunaqa aktiv zallarda o'tirardi. Xuddi repetitsiya qilgandek. Bu tarafda MVP darslari bo'lardi. Bu joyda o'sha pole bo'lardi. Hozir ham mana pole. Endi bunchalik katta emas edi, kichkinaroq edi, shu yerda futbol o'ynardi. O'sha orqa taraf, mana shu yerda o'sha razborka bo'lib, hamma o'sha ishkallar aynan mana shu joyda bo'lib o'tgan. Bu bekorga emas. Bunda ham bir hikmat bor. Albatta. Bilasizlarmi? Har doim o'sha maktabda bosim juda ham ta'sir qilgan deb o'ylayman. Chunki sovet davrida o'sha chochga ham, u paytda ham formaga ham juda katta ahamiyat berishardi. Nima Zokirov bo'lsang bo'ldimi? Nima bo'pti Zokirov bo'lsang? Men peshqotganim yo'q, men unaqa qilayotganim yo'q deb gapirardim, lekin bunga unaqa qarashmasdi. Juda bosim kuchli edi. O'sha o'qituvchilar tarafdan ham, keyin bolalar tarafdan ham har kuni o'sha urush, har kuni ertalabdan kechgacha dars bo'ladi, darsdan chiqib yo bu tarafga chiqiladi, yo o'sha ko'rsatgan joyimda birga chiqardi. Hammasi aynan shu maktabda bo'lib o'tgan. Shuning uchun bekorga mana hozirgi paytda biz bolalarimiz bilan gaplashamiz, ular bilan muloqot qilamiz, lekin u paytda bizlar bilan afsus hech qanaqa muloqotlar qilinmagan. Men bilan o'sha jiddiy gaplashish o'sha militsiyaga olib ketilgandan keyin boshlangan. Bizning seriyamizda o'shanda aytib berganim, aynan shu joydan mashina kelib, meni o'sha maxsus odam o'sha uchastkka olib ketgan va o'sha jiddiy gaplashishdan keyin men bilan hayotimda hech esimdan chiqmaydi bu voqea. Oyim bilan adam o'tirishibdi, nima bo'ldi, nimaga bunaqa bo'lgan deb birinchi marta jiddiy gaplashishgan va o'shanda hammasini aytgan. Men bunaqa bo'lganman, men bunaqa urushardim, men ayta olmasdim sizlarga deb. Hozir vaziyat umuman boshqacha. Hozir gapirsa bo'ladi, aytiladi, bu hamma narsani bilinadi, nimalar bo'lyapti, onlayn tarzda buni kuzatib tursa bo'ladi. Lekin bizning paytimizda o'sha aytganimdek bu uyat bo'lardi. Urushgan to'g'risida yoki bir kimdir sizni xafa qilsa yoki hattoki o'qituvchi ham aytsa bo'ldi-da, bu
aytdimi, demak mana shunaqa bo'lgan. Uni tekshirib, yo'q, to'g'risini aytyaptimi, to'g'risini aytmayaptimi, bunaqa narsalar tekshirilmagan. Faqat o'sha bizni Beatles ham hozir mana esimga tushdi. Mana shu joyda akalarimiz bo'lardi. Bizlardan bir ikkita katta sinfda qani bitta endi qo'shiqdan oling Zokirov deyilardi. Xuddi o'sha Is there anybody come to listen to my story? Olti baltin is an deb qo'shiqlarni aytganmiz. Albatta sigaret, o'sha narsalar chaqib bekinib, mana yigitlar, va alaykum assalom yigitlar, qalaysizlar? Shunaqa gaplar. Bu maktab hikoyasi yakunlanadi, lekin 41-maktabdagi hikoyalarimiz boshlandi. U yerda o'sha qiziq bo'lgan, o'sha sizlar kutgan va qanaqa qilib bolalar guruhi o'zini topgan shu narsalar to'g'risida keyingi ko'rsatuvda sizlar bilan Xudo xolasa uchrashamiz va odamlar bilan albatta ko'rishamiz. Rahmat sizlarga.